Görünce Türk dedi. Az men kep kaldım men. Ava kakışı yarlı kep kaldım. Bugün ona Türk dedi 200 ming dedi bular. Şabırlarning o'zi 200 ming dedi. Hozir prosta aytib da sizlarga. Kim biladi yaxshi va yomon bilmayman-da. Men tushunmayman-da. Masalan men shunday yerlar bor, yerlar bular bor. Böyle var. No, Brezilya mı? Nugu mu? Şu Türk Türk şabı mı? Brezilya biş mu? Orada skitki Türkiye mi bunu? Türkiye dep koy Türk mü? Türkiye. Brezilya biş mu? Bundan neçe so'mdan futbolka nima bu? 89 ming 99 mingdan. 20 minglik yo'q bu yerda. Yo'q. 20 minglik yo'q. To'g'ri aytasizda. 20 minglik dedi. 4 kildimi? Xorazmda aytdi. 20 minglik skidka bor dedi. Hozircha dedi. Shuni aytadi. O'zimga tushirib aytingda hammaga. Xarakterim shundayda men. O'rga yomonligim yo'q. Yaxshilik qiladi hammaga. Neydi? Men deb ololmaydi, hamma sen deb ololmaydi deydi u. Shuning uchun. Bo'ladi. Böyle var mı? Bular yomon. Bakasın. 350 ming dedi bular, ne? 350 ming ekan bo'ladi. 350 ming. Hammaga yaqinsan, hammaga yaqinsan, to'xta. 350 ming bulam. Bulam 350 ming. Bulam necha so'm ekan bir bahasini bilik bularni. Nasıl? 155 ming. 155 mi? Nasıl necha so'm bo'ldi? 4 mingdan 10 minggacha mi? 4 mingdan 10 minggacha bo'ldi. Xolos, prosta olib keting dedim o'ylab. Hozir ko'ryapman men do'konda. Saatlarning eng arzon aytarim. 45 ming so'mmi? Vah bile. Eng qimmati 300 ming so'mdan 300 ming ha. Bo'ldi. Bugun 2023 2-iyulmi? Bo'ldi. Sog'lik bo'lsin, barakangiz bersin. Sog'lik bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Ketdim men. Yaxshi. Bo'ladi. Bo'ldi. Yaxshi. Hozir men shu yerda yuribman, yaxshi. Yaxshi.